Assalomu alaykum, hurmatli fermer xo'jaligi rahbarlari, soha mutaxassislari. Sizlar bilan Vodiy agroklinika MChJ rahbari Akmaljon Maqulovman Farg'onadan. Avvalo barchalaringni kirib kelayotgan Ramazon oyi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bu oyda qiladigan barcha mehnatlarimiz, harakatlarimiz barakotli bo'lsin. Shu yilda kelayotgan g'alla paxta hosillarimiz mo'l-ko'l bo'lsin. Shunday qilib mana 2026-yil mavsumi kirib keldi. G'alla maydonlarimiz mana bugungi harorat +20 daraja berilyapti. Bu +14-15 darajada g'alla ekinlari uyg'andi. Endi biz uyg'onsak bo'ldi. Barchalaringni xabarlaring bor. Bu yil vegetatsiya mavsumi ancha murakkab. Sababini tushuntirib o'taman. G'alla hosildorligi respublika bo'yicha 100 sentnerga yetkazish topshirig'i e'lon qilingan hukumat tomonidan. Endi shunga qarab harakat qilish talab qilinadi. Kimdir har yilgi ishlov, har yilgi harakat bilan cheklanadigan bo'lsa, bu o'sha 40, 50, 60 sentner hosil bilan cheklanish mumkin bo'lib qoladi-da. Bu yil oxirida g'alla hosili o'rimi davrida o'z-o'zidan ancha mushkulotlar paydo qiladi. Shuning uchun shu kunda barchamiz uyg'onaylik. Birinchi qiladigan ishimiz nima? Birinchi qiladigan ishimiz g'allani qishloqdan chiqdi. Xabarlaring bo'ldi. Qish, biz kutgan qattiq qish kelmadi. Bu degani bug'doy tinim davrini mukammal o'tkazmadi. Tinim davrini mukammal o'tkazmagan g'alla maydonlarimiz o'shaligi bemalol dam olib, baquvvat kuch bilan teran uyg'ongan maydonlar emas endi. Shuning uchun e'tiborni sal kuchaytiramizda, zudlik bilan barcha maydonlarimizda tagida mineral o'g'itlar bilan o'g'itlash. Bu qanday bo'ladi? Kuzda berilgan o'g'it nisbati inobatga olinadi. Kimda-kim 200 kg, 300 kg amofos bilan ekkan bo'lsa, 100 kg karbamid yoki 150 kg selitra yerni sharoitidan kelib chiqib yetadi. Agar kuzda amofos bilan eka olmagan maydonlar bo'lsa, bu maydonlarga 200 kg selitra yoki 150 kg karbamid 200 kggacha berishimiz mumkin. Endi hozirgi paytda mabodo yerlaring 4-5 santimetrdan o'tmagan bo'lsa 150 kg yetadi kechki maydonlarga ham. Chunki hamma narsa ham gavdaga qarab ozoqlanadi. Endi ikkinchi qiladigan eng zarur ishimiz bu barg orqali suspenziya berish. Buni birinchi qilsak ham, ikkinchi qilsak ham farqi yo'q. O'g'itlash bilan suspenziyalash birin-ketin, birinchi, ikkinchisi farqi yo'q. Zudlik bilan ketma-ketlikda bajarilishi kerak. Hozirda biz mana o'tgan yili 4000 ta fermer xo'jaligi bilan davomiy ishlagan bo'lsak, o'zimiz ishxonamiz tomonidan, Vodiy agroklinika tomonidan ishlab chiqarilgan suspenziyalarimiz bor. Bu suspenziyalarimiz mana birinchi ishlovga beryapmiz. 1 litr gektariga fosfodar, 1,5 litr hosil 33. Shu ikkalasi bo'lib 1 gektar maydonga 59 mingga to'g'ri kelyapti. Qimmat emas, lekin o'ta kuchli ta'sir qiluvchi suspenziya. Endi kimi maydoni kechroq, o'rtaroq, kechroq ekilgan, tuplash foizi yuqori emas, ko'ngildagidek emas maydonlarga 250 grammdan rotor tuplatuvchi suspenziyasini qo'shib beryapmiz. Bu bilan qo'shilgan holatda 90 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Ham kuchli oziqlantirish, ham 15-20% ortiqcha tuplatib berish xususiyatiga ega. Endi qanday maydonlarda qishdan chiqishda sarg'aydi, barglar sarg'aydi. Barglar sarg'ayib, bu ikki xil kasallik natijasida kelib chiqadigan narsa. Birinchi asosan fuzarioz kasalligi bunday holatni keltirib chiqaradi. Keyin
Septaroz kasalligi ham shunga o'xshash. Kasallik belgilari ham bir xil, uni davolash fungisidlari ham bir xil. Shuning uchun shunday maydonlarga biz 100 grammdan pirazol degan fungisidni qo'shib beryapmiz. Qo'shib berganimizdan keyin 100 grammdan fungisid bu sarg'ayishni to'xtatadi. Bu sarg'aygan maydonlarda yulib ko'ringlar, ildizlari suvlanib chirish boshlangan maydon bo'ladi. Sarg'aygan ko'chatlarni ehtiyot qilib ildizini olinglarda ko'ringlar. Ildizi sarg'aygan, chirish boshlangan bo'ladi. Bu nima degani? Bu oziqlanishni cheklaydi. Oziqlanish cheklangandan keyin o'simlik o'ta sust amalga keladi. Sog'lom maydonga nisbatan 2 barobar kech uyg'onadi, kech rivoj oladi, kech amal oladi. Bu degani hosilni 15-20 sentnerga pastlatib qo'yamiz. Shuning uchun zudlik bilan shuni 1 gektar maydon uchun, yana takrorlayman, bunday maydonlar uchun 1,5 litr hosil 33, 1 litr fosfodar, 250 millilitr rotor, 100 gram pirazol preparatlarning jamlamasi 120 ming so'mga to'g'ri keladi. Shu bilan bitta ishlanglar. Maydonlaring sizlar kutgandan 2 marta a'lo maydonga aylanadi, uyg'onadi, rivojlanadi. Shuning uchun oldindan barchalaringga ogohlantirib qo'yyapman. Hozir Xudo bizga kunni berib turibdi, haroratni berib turibdi. Mabodo, Xudo saqlasin, mabodo o'tgan yilgi holat takrorlanib, aprel oyining 15-16lari, 20larini atrofida harorat 35 darajadan oshib qaytadigan bo'lsa ham, o'tgan yili ko'rdilaring, hosildorlikni 20-30 sentnerga pastlab ketishiga sababchi bo'lgan shu bir kunlik havo oqimi bo'lgan, hamma biladi. Shu takrorlanib qolmasligini avvalo Allohdan so'raymiz, lekin hozirdan harakat qilgan odam o'sha sharoitda ham ko'zlagan hosilini oladi. Agar hozir beg'am bo'lgan odam ana o'sha paytda hosilni yo'qotib qo'yishi ehtimoli katta. Hozirdan harakatni boshlaylik. Telefon raqamlarini eslatib o'taman. Farg'ona shahar Istiqlol futbol stadioni ro'parasida joylashgan bizning ofisimiz. 90lik kodi bilan 407 21 56, 91lik kodi bilan 446 06 65 telefon raqamlariga chiqinglar. Maydonlaringni holatini Telegram orqali tashlab beringlar, biz unga tavsiyani beraylik, zudlik bilan ishlovni o'tkazaylik. E'tiborlaring uchun rahmat. Sizlar bilan Farg'ona Vodiy agroklinika MChisi. Rahmat.